Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan sog'lik omonlikda görüşüp turganimizdan bag'ayat xursandmiz. Setkalar makonidan yangiliklarni chiqarishda davom etamiz. Xudo xolasa sizlarga manfaatli video bo'ladi. Eldindan bir like'larni bosib qo'ysangiz, narx-navolar bilan tanishtirib boramiz. Setkalarning tur-turlari kelgan. Hozir sizlarga chiroyli etib obzorini berib o'tamiz do'stlar. En ko'pchilik so'ragan Rabisa setkalarimiz geldi. Simi 3lik, 6x6lik döşükli ve simi 2x6, 2x7'lik, 6x6 döşükli setkalarimiz mevcut dostlar. En hadavoy sim qarorligi natijalari sifatine o'ta gap bo'lishi mumkin emas. Qadimgi setkalardan desak ham bo'laveradi. Hop yine gap isboti bilan yine simi 3lik dostlar. Döşük 6x6 bo'ladi. Hop yine busi 2x6, 2x7'siymi? Ola rulonunda 1,5 metre, 10 metreden bo'ladi do'stlar. Qo'y qora uchun ya agrajdenə uchun eng maqbul narsa. Toplarını aytib o'tadigan bo'lsak 380 ming so'mdan sim3liklar, bular 340 ming so'mdan beramiz do'stlar. Simi 2x6'lıklar. 5 tar setkalar bor. Har xil 5 tar setkalar. Topu 220 ming so'mdan beramiz. Bu eng qalini 5 tar setkani. Mana 200 ming so'mga, 180 mingniki, 150 mingniki, 130 mingniki ham bor. Bu eng qalini do'stlar. Yasha setkalarning turli tumanlari bor. Rulonoviy, döşki biraber, 2x1, 1,5 1,5, qalini, yubkasi 1 metrliki, 1,20liki, 1,5 metrliklari ve döşki 3'leri her xili bor do'stlar. Bular grup hisobda aytganda metri 13 ming so'mdan boshlanadi. Grupisi 35 mingga deyim bor. Bu yashillarimiz daliqli gaplar. Endi qalin oq asinkovka, bedanalarni teyin ham qo'ysa bo'ladi ularni. Metri 35 ming so'm, simi 1,3liklari bor, xolasaslar 1,7liklari bor do'stlar. İsteyaş setka qalini, qamushni teyine bastıraman degan do'stlarimiz uchun qalin-qalinlarini simi 4likleri kerak bo'ladigan bo'lsa, ularni shtuki bugungi kunda 40 ming so'mdan bo'lib turibdi. Kelishadigan yerlari bor do'stlar. Hop, saya setkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ular har xil foizli nalari bor. Kelishib, xudo xolasa chiroylatib beramiz bu saya setkalarimizni. Balandliklari 2 metr, 3 metr, 4 metr, 5 metr, 6 metrlik saya setkalarimiz bor do'stlar. Hop. Keyin sement mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, sifatli bugun tandırdan chiqib kelib, pryamoy o'shara zavoddan chiqib kelgan sementlarimiz, sifatli sementlarimiz 450 va 550 markalari bor. Bularning bugungi kundagi narxi 49 ming so'mdan 52 ming so'mga deyim bo'lib turibdi. G'ish mahsulotlari ham bor. Kimga qiziqarli bo'lsa, bu g'ish mahsulotlarimizni bugungi kundagi narxi ko'p oladiganlar uchun 1300 so'mdan aytib beramiz. Xaltalangan shebin, chaygalar aksiya narxda turibdi. Bomba narxlarda 4 ming so'mdan 8 ming so'mdan kelaverasizlar do'stlar. Optimi shuda. Xudo xolasa. Hop, aplavkalar arendaga kerak bo'ladigan bo'lsa va darak, og'och mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa ham shura tashrif buyuraverasizlar do'stlar. 3D zaborlarimizni bizada 30-40 xilidan oshiq turlari bor. Bir xil razmerni 4-5 sim qalonliqida topib bilasizlar do'stlar. Kimga qanday razmerlari va sim qalonliqlari kerak bo'laveradigan bo'lsa, bemalol bizlarga aloqa chiqasizlar, batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz do'stlar. Do'stlar, ish o'rinda sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa shu videomiz, bir like'larni har safar ham so'raymiz, lekin to'g'risi bir 30 tane like'dan ko'p ochiq like ko'rmadik hali do'stlar. Shuning uchun shu videomizga bir bangillatib like'larni bosishlarini so'rab qolaman. Manzillarimizni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, tumani televiziyani ro'parasida bo'ladi do'stlar. Kutib qolaman endi do'stlar, sizlar ham manfaatli bo'ladi. Xudo xolasa, kimdir novini qidirib bilgan bo'lsa, xudo xolasa shu video bilan topib qolsa, bize bag'ayat xursand bo'lamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda sog'lik omonlikda ko'rishguncha.